Assalomu alaykum Italiyaga ishbozlari. Bugungi video obzorimizda tuxumlar 14 kunlik bo'ldi. Ertadan inshaalloh bular ochishni boshlaydi. Hozir ochamiz bularni. Ochib, bu apparatimiz bor. Ochishga tayyorlab qo'yilgan apparatimiz bor. Bunga qo'yamiz. Hop, tuxumlarimiz ham tayyor bo'ldi. Bundan olib turib, bu apparatdan olamizda. Bu tuxumlarni qo'yamiz. Gradusimizni 78-36-3. Bismillah ochamiz. Pastga qo'yib qo'yamiz. Inshaalloh to'g'rilanib o'chirib qo'ysak ham bo'ladi.